Hop, bu videomizda eng ko'p tushadigan savollardan biriga javob berib kelamiz. Ya'ni ustida atapia tizimim bor. Ishxonaga 3 xona to'plab olib olsak bo'ladimi atapia tizimi bilan deydigan kuzatuvchilarimiz uchun. Hop, albatta olsa bo'ladi. Hamma narsani o'zidan hisob-kitob bo'yicha qilinsa yaxshi effekt beradi. Bu obyektimizda 60 metr masofada kotelimiz joylashgan. Yarim qismimiz atapiyadan iborat. Atapiya tizimidan biz to'plab olib o'rganamiz. Hop, albatta o'zini hisob-kitoblari, qonun-qoidalari bo'yicha torxadovniy klapon qo'yilgan. Torxadovniy klaponimizning vazifasi atapiyanimizdan kelib turgan 60-70 gradus issiqligimizni 35-40 gradusga tushirib beradi. Undan keyin nasos joylashgan, ya'ni to'polimizni o'zini aylantirish uchun. Ya'ni kotelimizda alohida turba tortib kelmas uchun nasosni shu yerga joylashtirganmiz. Ya'ni ekonom qilish uchun turbalarimizni shunaqangi o'zini qonun-qoidalari bilan qilinsa, yaxshi effekt beradi. Shunaqangi sifatli xizmatlar bo'yicha aloqa qilib ko'rasizlar. Sizlarga ishlaymiz, chiroyli bitirib beramiz.